Qarsildoq baqlajonli salatni yana bir o'zgacha ta'mdagini tayyorlaymiz. Bismillah deb boshlaymiz. Baqlajonni ingichka uzun qilib kesib olamiz. O'rtasiga tuzli suvda qaynatilgan go'shtni yupqa parre qilib kesib, shunaqa o'rab olamiz. Baqlajonlarimizni birinchi klarga botiramiz, so'ng panirovchni suxariga botiramiz. Juda ham past olovda qizib olgan yog'imizga baqlajonlarni solib, juda ham past olovda singdirib, qarsildoq qilib qovurib olamiz. Past olovda singib qovurilsa, juda ham xrustyashli bo'lib chiqadi. Ayollarning kuxnyada eng ko'p ishlatadigan narsasi bu qog'oz salfetkalar bo'lsa kerak. Meni tanlovim pero salfetkalari. Qovurilgan qarsildoq baqlajonlarimizni salfetka ustiga suzib olamiz. Ustidan sladkiy sous quyib, asta-sekinlik bilan aralashtiramiz. Eng chiroyli idishimizga salat bargi, pomidor, ustidan qarsildoq baqlajonlarimizni teramiz. Go'shtsiz qovurilgan baqlajonlarimizni ichiga tvorojniy sir solib, videoda ko'rib turganingizdek kesamiz. Uni ham salatimiz ustiga terib, kashnich barglari bilan bezatamiz. Ustidan yana sladkiy sousdan qo'yamiz va salatimiz ustidan tvorojniy sirdan ko'pgina qilib qo'yib, ustini yana xohishga ko'rib bezatib, dasturxonga tortamiz. Yana ham qiziq retseptlar oldinda buning uchun obuna bo'ling, like bosing. Kuxnyadagi ishimizni pero salfetkalari bilan tugatamiz.